Nega Feruza opaga boraverasan dedilar? Ular ham qanaqadir bilmayman. O'zim farmatsevt bo'lganim uchun uncha doktorlarga uncha ixlos qilmayman-da. Ishonchim yo'q. Juda qiyin. Ha, bizani qayerdan ko'rdinglar? Instagramda bir ko'rsatdim sizni. Keyin shu bilan bilmayman, hali boraman degan niyatda emas edim. Instagramda bir kuzatdim, qanaqadir gaplaringiz motivatsiya berdi. Endi bo'lsa bo'ladi dedim-da. Keyin Patsientkamiz mana bugun 6-7 haftalik homiladorlikni ko'rdik, yuragchasi urib turibdi. Bizga avgust oyida murojaat qilgan ekanlar. Turmushlariga 3,5 yil bo'lgan vaqtda ko'rganimizda yosh bo'lsalar ham, yoshingiz 28, 27, 26 yoshda bo'lsalar ham follikulalarning soni keskin kamayganini ko'rdik. Ya'ni har bitta tuxumdonda 3ta 4tadan follikula bor edi. Turmush o'rtoqlari ikkalovligi bilan ishladik va bachadonning ichida giperplaziya, doim giperplaziya. Nima qildik? Er xotin bilan birga ishladik, defitsitlarni to'ldirdik, shamollashlarni ketkazdik, stimulyatsiya qildik va albatta endometriy qavatlari bizga yoqmagani uchun oldin o'zini davolab ko'rishga harakat qildik, lekin natija bo'lmagandan keyin gastroskopiya qildik va gastroskopiyadan keyin 1 oy o'tdimi? 2 oy. Gastroskopiyadan keyin tiklovchi muolajalarni qildik, albatta endometriyni va 2 oydan keyin patsientkamizda homiladorlik. Hatto rezervingiz kam, agar o'xshamasa sizni ekoga olamiz deb ekoni harakatini qilib turgan edik. Allohning mo'jizasidan berdi, tabiiy homiladorlik bo'ldi va bugun yurakchasi urib turganini ko'rdik. Patsientkam aytibdi hozir menga 3-4 oy borganimdan keyin natija bo'lmagandan keyin, bo'ldi bormayman dedim. Nima bo'ldi keyin? xo'jayinim yo'q, boramiz, oxirigacha boramiz o'sha derazadan. Xo'jayinlari yo'q, borasiz, davolanamiz debdilar. Hurmatli ko'rayotgan erkaklar, juda ham ayolliklar uchun sizlarning podдержкаңlar muhim. Так что podдержка qilishda davom etamiz. Biz qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam berishga. Patsientkamni holatlari o'zlari ham Instagramdan ko'rib motivatsiya olib kelgan ekanlar. Hozirgi istoriyalari sizlarga motivatsiya bo'lsa, umid bag'ishlagan bo'lsa, biz xursandmiz. Harakatdan to'xtamasliklarini yana bitta eslatib qo'ymoqchimiz. Va patsientkamdagi homiladorlik sizlarga mo'jizaviy homiladorlik yo'qib qolishini tilab qolamiz.